Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylariga tarqaqlashib o'ltiraqlashgan aziz vatandoshlarım, yaxshimisizlar? Men vatandoshinglar Ablajon Leylnaman Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2022-yili 4-oyning 2-kuni shanba. Men oldi bilan dünyanın her qaysi joylaridagi vatandoshlarımizning mushu ulug' ro'za eyingizlarni Uyg'uriston Cumhuriyeti, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi ve partiya a'zolarimizga vakolatan qizg'in tabriklaydiganligimni bildirmoqchiman. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi qurilgan mushu qisqagina vaqt ichida, ya'ni 2 yil jarayonida oldi bilan zodi Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi nima uchun qurildi? U xalqimiz, millatimiz, vatanimiz uchun nima ishlarni qilib beradi? Tashqi dunyoda ilib boradigan da'volarimizni inqilobga kurashga qaysi shaklda o'zgartiradi va buning uchun nima xizmatlarni ilib bordi degan tashviqotimizni anglatish bilan mashg'ul bo'ldik. Natijada dunyoning har qaysi joylarida, bo'libmi tashqi dunyoda partiyamiz va partiyamizning ideologiyasi, nizomnomasi xalqimiz tarafidan bir qadar tonildi. U bo'lsa-mu bu vatan mening vatanim. Menden başka hiç kandak bir güç, hiç kandak bir sınıf, hiç kandak bir grup ve hiç kandak bir hakimiyetinin hükümranlık kılışıga mutlak ruhsat yok diyen intayın şereflik bir ideologiyani özüge tutiye ve hizmet programı sıkılıp yolga çıkan Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi dastlabki qadamda bizning tashqi dunyoda bir asrga yaqin ilib borgan da'volarimizni inqilobga va kurashga aylantiradiganligidan iborat bir şuvarını oturup koydu ve partimiz hiç kim kılmaganını kıgılı, hiç kim demeganını digili çıktı dep halkımızga va'da berdi. Şu münasebetlen partimiz kurulgan dastlabki mezgildilam biz vatanimizning, yani Xitoy Komünist hakimiyeti tarafidan ve onun kanunsuz memleketimiz tuprog'iga yetkazib chiqqan kanunsuz ko'chmanlarning vatanimiz tuprog'ida ilib berayotgan hukmronligining xalqaro qonun bo'yicha tubdan kuchga ega emas ekanligini anglatish. Cümleden devletimizni, vatanimizni besilangan zemin deb Amerika hükümetinin bir official resmi halde itiraf kılışını iltimas kılıp Aksaray'a köplep petishonlar yolladık. Ben vatan içinde ve Amerika'ya çıkandan keyin mi xalqaro qonun o'qib, nurg'un vaqtimni qonun bilan sarf qilgan bir shaxs sifatim bilan partiyamizning tashqi dunyoda ilib boradigan harakatlari, faoliyatlari, da'vo, kurash va inqiloblarda xalqaro qonunlardan unumli foydalanishni izchil tashabbus qilib keldim. Ve vatanimizni oldi bilan Amerika hukumati boshliq Yevropa, yani dünya igilik huquqini hurmat qiladigan, inson haq huquqlariga qimmat beradigan Yevropadagi bir qism davlatlarni nazarda tutib, biz oldi bilan davlatimizni, vatanimizni rasmiy Xitoy Komünist hakimiyeti tarafidan qonunsizlarcha egallangan zemin degan bu bir xil qonuniy davoni xalqaroga anglitishni intayin muhim deb bildik. Biz dastlab petishonlar yollagan bo'lsak, bu yil 3-oydan boshlab rasmiy partiyamiz advokat yollab, ya'ni amerikalik advokat yollab, biz davlatimizni rasmiy shaklda besilangan zemin degan bu davoni biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın International Court of Justice, yani xalqaro adalet sotuga bir case turg'izib yollash uchun rasmiy to'xtam tuzib ishimizni sharaf bilan boshladik. Partiyamiz o'ziga advokat yollab, uning dastlabki ish haqqini partiyamiz ichidagi bir qism partiya rahbarlarimiz ve vatanperver partiya a'zolarimizning yordamiga tayinib, biz dastlabki qadamdagi advokatlarning ish haqqini to'lab, o'zaro partiyamiz bilan to'xtamni tuzib, biz bu davoni rasmiy shaklda boshlig'imizga bir oy bo'ldi. Hozir biz bu davorimizni qaysi shaklda xalqaro adolat sotiga yo'llaymiz. Unda bo'lsa, xalqaro adolat soti degan nima? Men xalqimizga bir qisqa tushuntirmoqchiman. Xalqaro adolat soti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde turduğun
dünyanın adalet suti deb atalgan bir sut bulup, onu İngilizce International Court of Justice deydi. Bu sut qandaq davalarni qabul qiladi? Bu sut faqat state'lar, ya'ni davlatlar aro bo'lgan munosabatlarni so'raydigan sut bo'lganligi uchun oldi bilan biz o'zimizningki besilingan zimin, ya'ni bir mustaqil davlatning egisi ekanligimizni, bizning davlatimizning bir mustaqil davlat ekanligimizni ifodalamay turib, biz bu sutga bu davoni qabul qildirolmaymiz. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, ilgari Sharqiy Turkiston surgunda hukumati ICC, ya'ni International Court of Justice, Uyg'urchasi xalqaro jinoiy ishlar sutiga arz sundi. Buni men uzun yillardan burun o'ylab kelayotgan, chuqum shu yerga bir da'vo sunmasak bo'lmaydi deydigan bir muhim bir nuqtani ching tutishni tashabbus qilgan bir shaxs bo'lish sifatim bilan, ammo o'z vaqtida men to'liq eslatib turgan. Xalqaro jinoiy ishlar sudi shu sudga a'zo bo'lgan davlatlar ustidan ilib berilgan da'volarni qabul qildigan bo'lg'achqa, bizning bir qism kishilarimiz Osiyodagi, ya'ni xalqaro jinoiy ishlar sudiga a'zo davlatlardan qaytarib o'tilgan va u yerdan qaytarilib ketgandan keyin Xitoy ularning hayotiga daxl ta'siz qilgan va hatto ularni o'ltirganlik haqidagi keyslarni turg'izib, biz buni sudga yo'llagan bo'lsakmi, ammo Xitoy bu sudga a'zo bo'lmaganligi bo'libmi, bizning o'tirib qo'ygan bu O'rta Osiyodagi bir qism davlatlarimizning naq xalqaro jinoiy ishlar sudiga guvohlik beradigan chog'da bu guvohlikdan bosh tortganligining sababidan bu da'vorimiz yarim yo'lda to'xtab qolishga majbur bo'ldi. U tabiiy. Endi unda bo'lsa, bu xalqaro jinoiy ishlar sudi Xitoy uningga a'zo bo'lmaganligi uchun biz bu sudda Xitoyning yuqori organda, ya'ni rahbarlik organida turayotgan Xi Jinping, Chinchango deganga o'xshash bu insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan qotil jallodlarni biz g'albilik holda xalqaro jinoiy ishlar sudiga berib, ularni jazoga tortamidik. Unda bo'lsa bizning partiyamizning bu qitim ilib bormoqchi bo'lgan davosining farqi nima? U sud bilan bu sudning farqi nima? Yuqorida biz deganimizdek, bu xalqaro adolat sudi faqat davlatlar aro munosabatlarni bir taraf qiladigan sud bo'lganligi uchun hozir bizning partiyamiz bu advokat yollab va men o'qiyotgan qonun maktabiningki haqsiz orqamizda turib yordam berishi tufaylidan biz bir oy jarayonida ilib berayotgan bu tayyorliklarimizda biz faqat davlatimizni Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan qonunsizlarcha besilingan bir zimin ekanligini ifodalash uchun biz keys turg'izyapmiz. Buning uchun bu intayin muhim. Bu yalnız bizning partiyamizning qiladigan ish emas. Bizning partiyamiz bundaq bir chaqiriqni o'ttirib qo'ydik, advokat yolladik, ya'ni advokat tutdik, uning dastlabki ish haqqlarini kontrakt tuzib berdik. Biz xalqimizningki tashqi dunyoda tashkilotlarning ko'plab pul yig'ishlari, faoliyat ilib berish, ba'zi bir faoliyatlarni g'albilik tugutish yoki tugatanmaslik, ba'zining iqtisod to'plab yerim yo'l tashlab qo'yishga o'xshash mana shunday ishlar ko'plab yuz berganligi uchun xalqimizning bundan keyinki mana shunday xalqaro sudlarga va bir jiddiy bir harakatlarga qo'pgan chig'ida tashkilotlarimizdan xalqimizdan pul so'rab yoki ulardan iqtisod talab qilib ko'plab iqtisod qabul qilish orqali bu ishlarni hal qilishga amalsiz qilyapmiz. Sababi biz xalqimizdan oldidagi tashkilot, ya'ni tashkilotchilik va tashkilot rahbarlari ve bir kısım teşkilatının içindeki mühim vekillerinin sözü tutulmaslығы ve özü bergen vədisinin arkası turmaslığı tüpeylidən xalqımızın teşkilatlarımızı bo'lgan işençini yo'qotib qo'ydik. Bunun için biz xalqimizga bu qitimki sudning iqtisodini yordam qilish haqida biz murojaat sunmadik. Balkim sunmasligimiz mumkin. Hozir biz o'zimizning partiyaning ichidagi bir qism munavvar rahbarlarimiz ve Münevver partiya a'zolarimizning o'z ismini hatta oshkora e'lon qilmay o'z yenidan chiqarib iqtisod jihatdan qilgan yardım bilan biz bu davoni boshladik. Ammo bizningki bu xalqaro adolat sudiga berilgan bu qitimki da'vorimizmi balkim xuddi ilgari bergan
xalqarалық jinoiy ishlar sudi o'xshash yerim yo'lda to'xtab qilishi mumkin yoki g'alaba qilolmasligimiz mumkin. Gap uningda emas. Bizningki partiyamizning bu qitim vatanimizning besilingan zimin ekanligini qonuniy paket asos va tarixiy materiallarga va xalqaro qonunlardan foydalanib turib, xalqaro adolat sudiga berishdiki birdan bir maqsadimiz xalqaro adolat sudining o'z majburiyatini ado qilishga biz qismoqchimiz. Xalqaro media, ya'ni matbuotlardan foydalanib, biz xalqaro adolat sudiga bisim ishlatmoqchimiz. Onun bilan bizning erishadigan bir necha turli alaylikimiz var. Birincisi, biz Uyg'ur millatining tashqi dunyoda intayin bir zamonaviy, ya'ni tashqi dunyoning hozirgi 21-asrga mos holda da'vo ilib bora oladigan intayin bir sifatlik, aqlliq va salopatlik, zamonga moslashadigan intayin bilimlik, aqlliq bir millat ekanligimizni anglatmoqchimiz. Bu bir. İkincisi, bu orqali biz advokat tutib, xalqaro qonunlar bo'yicha bu da'volarimizni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın International Court of Justice, ya'ni xalqaro adolat sudiga yo'llab, biz tashqi dunyoning, ya'ni normal Yevropadagi kishilik huquq, inson haqlarini so'yadigan, haq va haqiqat ustida turadigan fuqarolarini uyg'otib, bu orqali biz xalqaro adolat sudiga bisim ishlatmoqchimiz. Belki xalqaro adolat sudi o'zining haqiqiy majburiyati bo'lgan mana shunday davlatlar o'rtasidagi bu da'volarni so'raydigan bu vazifasini balkim tunji qitim biznikini ilish orqali ijro qilib berishi mumkin. Ama onun için biz zadi undaq bo'lsa bu da'voni qaysi shaklda olib boramiz yo'ga oddiylashtırib etsak, xuddi sizning bir ota-onangizdan, ota-bobongizdan qolgan bir egizlik uyingiz bo'lib yoki joy, qora joyingiz bo'lib, u yillarning o'tishi bilan ma'lum bir shaklda boshqalar tarafidan egallangan bo'lsa, siz ayni vaqtdagi ota-bobongizni biladigan, shu uyni sog'ligiga guvohlik beradigan materiallarni, dalil isbotlarni yoki shu ota-bobongizni biladigan xo'shlik qulum yoki jamoatlarni yig'ib yoki ilgari besilib qolgan dokumentlarni ko'tarib chiqib, sudga berib, shu uyning, shu zaminning egilik huquqini qaytirib olganingizga o'xshash bir haqsalat da'vosi. Unda bo'lsa, bizning vatanimiz 33-yili va 44-yili ikki qitim mustaqilligini jakalagan va uning oldida necha qitim xonlik, xaqonliklarni qurgan intayin bir aqlliq, zerak va davlat qurish va uni rivojlantirish iqtidori bo'lgan va qila olgan ham qilgan bir millat ekanligimizni anglatish orqali Xitoy kommunist hokimiyatining vatanimiz tuprog'ida yurgizayotgan tajovuzchiligining, hukmronligining xalqaro qonunlarga tubdan uyg'un emas ekanligini anglatish orqali biz bu da'voda g'alaba qilmoqchimiz. Uning uchun biz yuqorida deganimizdek, bu da'vo yolg'iz bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasiga mansub emas. Biz bu da'voga, ya'ni bu qitim vatanimizni besilangan zimin deb Birleşken Devletler Teşkilatı'na sunulduğun bu davada bizge yardım berishni xohlagan ve xohlaydigan her qanday teşkilat ve şahslarning biz bilan aloqalashib, qo'lidan kelishcha bir yardım berishini ve bu orqali bizning millatimizning ittifoqlasha oladiganligi, hamkorlasha oladiganligi ve birlikte ish faoliyat ilib bora oladiganligi vaqti kelsa bir muş bulup tügülüp, düşmenge karşı kan töküştün mü başlatmaydıgan intayin bir inak bir Uygur milleti ekanligimizni biz xalqaraga ağıltıdığan prositimiz geldi. Qandaqtı, u teşkilat qıptı, men qınmayman, bu qıptıken menin karım yok demez. Biz mana bu bir millet bunu süptimiz bilen, biz hemimiz özümüzden qoludan kelişçe iktidarımızı cari kıldırıp, biz meyli qaysi teşkilat, qaysi partiye, yoki qaysi hükümet ve yoki qaysi bir ilgar şahs vatan milletinin menfaati, onun müstakilliği, öğünlüğü için hessi koşuduğun her qanday bir faaliyatını kılıdıken biz onunla çokum yardımlaşmamız lazım. Yardımımızı hiç ayırmasımız lazım. Çünkü bu dava bizden ortak davarımız. O zemin bizden ortak zeminimiz. O düşman bizden ortak düşmanımız. Dünyada mana bu şunga o'xshash o'rtaqligi, birligi intayin ko'p bo'lgan millatga ait oz bo'lsa-mu, ammo shuncha ko'p o'rtaqligi, birligi
dini, tili, itikadi, örüp adeti, çırayı, şekli, her cihetten okşaydigan, düşmini mi bir olgan, zimini mi bir olgan, dini mi bir olgan, tili mi bir olgan, örüp adeti, hatta yep içidigan tamaklarından tartıp okşaydigan, mana şundak okşayışlık intayin köprü olgan bir milletin bugün günlükte intayin naçar bir halda, keçilango, ittipaksızlık, özara hakaret kılış, tıllaş, uruştan başka hiç kılamayotganlıktan ibaret bundak bir tarihka hatim vermemiz lazım. Bulup bulmuş 2021 yılının ahiri ve 2022 yılının başlarında muşu taşkı dünyada ilip veriyorken davalarımızda intayin çok kalangaçlıklara şahit bulduk. O bozumu biz başkalarını hakaretleş. Başkalarının alaylıklarına köz yumuş. Elbette tenkitleş gerek. Bu dava inkılap için yolga çıkan herkandak bir rehber ve herkandak bir özünü öz ailesinden başka millet vatanının iş için atıdın dediğin herkandak bir şahs şu günden tartışıp şahsi kimliğini yokatkan buludu. Toğra ularını tenkitleş gibi buludu. Ularga tenkidi fikirlerini veriş gibi buludu. Ama unumluk bilenle kirişip bilip biz ularının yetersizliğini körüstüp özara yetersizliğini toluklap alaylıklarımızı cari kıldırışını öğrenmemiz lazım. Şu çağda bizden milletimiz özünün hürlük azatlığı için, müstakillik için birlik sep düzenleydi. Onun için ben şu uluk roza ayları da bütün halkımızdan ittifaklaşış, hemkarlaşış, birleşiş ve bu arkalık özümüzün ne kadar bir güçlük bir millet işgalliğimizni halkımızga ve düşmanımızga köz için dua tekbir kılışınızlarını ötenimen. Hem de üzemmu bir partinin rehberi bunu süptüm bilen bunun dinkin taşkı dünyada ilgilimi şundak faaliyet ilip bırakan barlık teşkilat ve şahslar bilen imkan kadar hemkarlık taşıyımız. O vatanını satmagan, milletine hayırlı kılmagan bolsa. Şuna ben barlık partiye azalarımızdan muşketinki partimiz ilip bağan bu yüksek bir çoğun bir davada davamlık yerimizde turuşumuzni ve özara birbirimizle rağbetlendirip maddi ve manevi cihetlerden özara hemkarlaşıp halkımızı menin bilen birlikte Xitaylarının vatanımız tuprağıda elip beriyotgan hükümranlığının xalqaralıq qanunlarga tüptün uygun emasligi, onun o zimindeki hükümranlığının kanuni cihetten itiraf kılınmaydıganlığından ibaret bundak bir hakikatke oldu bilen biz işleşimiz lazım. Biz işengen çıkımızda biz başkalarını işendireleyimiz. Şu münasebetlen ben oldu bilen hemminizlerinin bu uluk rozi eyinizlerini mübarekleş bilen birge hemminizlerine Allah'ın güzel salamları olsun. Allah bundaki işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Yaşasın Uyguristan Cumhuriyeti, yaşasın Uyguristan Cumhuriyetler Partisi, yaşasın büyük Uygur milletinin ittifaklığı. Köpçülük rahmet.